Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamma yaxshimi? Ming bor uzr, darslar bilan boshqa narsalar bilan ikkinchi darsni chiqara olmayapman. 3 kundan beri mana va nihoyat boshladik. Hammangiz qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Ovoz va turli xil muammo va kamchiliklar uchun ming bor uzr so'rayman. Ozmoz bo'lyapti, xatochiliklar bo'lyapti. Shuning uchun ming bor uzr hammadan. Xo'p, endi boshlasak. Birinchi terminalga ochib yuboramiz. Sizlarda bunday bo'lmaydi. Buni o'zim yangilab olganman. Hamma terminalni biladi. Mana qora oynachi terminal. Kirib olamiz terminalga birinchi. Xo'p, buni kattalashtiramiz. Yaxshi ko'rinishi uchun. Xo'p. Video sifati baland bo'lishi uchun juda sifati baland bo'lsa, xafa bo'lmanglar. Sababi terminalda yozilgan, mana bu yerda yozilgan har bir narsani ko'rishlaring oson bo'ladi-da. Agar sifatini pasaytirib qo'ysam men buni ko'rishlaring qiyinlashib qoladi. Ya'ni o'qishlaring qiyinlashib qoladi. Shuning uchun sifatini pasaytirganim yo'q. Xo'p. Birinchi ishlatadigan komandamiz bugun boshlang'ich komandalar haqida, ya'ni o'rganish uchun boshlang'ich komandalar. Birinchi o'rganadigan komandamiz ls, ya'ni list. Ya'ni bu yer hozir list degani bu mana shu kalini ichida turgan narsalarni bizga ko'rsatib beradi, ya'ni papkalarni ko'rsatib beradi. Bunga enter bosamiz. Xo'p. Manda bor papkalar, botlar uchun documents, media, np fisher, populations. Xo'p, bu. Короче, mana shu nimalar bor. Bu qayerda turibdi desanglar, fayl sistemni ochib ko'rsataman sizlarga. Qayerda. Xo'p, mana home'da turibmiz. Ko'ringlar, mana bu yerda home bor. Home'da turibmiz. O'sha home'ning ichidagi mana botlar uchun desktop, documentation, downloads, media, muzika, короче shu yerda turibmiz. Ya'ni home'da turibmiz o'zimiz. Bu home'dagi papkalarning ichini ko'rsatib beryapti bizga. Windows'da ham bo'ladi. Mo'y kompyuterku, o'sha yerda bo'ladi. Xo'p, o'tamiz. Biz hozir qayerdaligimizni bilish uchun pwd deymiz. Biz hozir qayerdaligimizni bila olamiz. Biz turgan ekanmiz home kali. Home bu o'sha ko'rsatgan home fayl sistemdagi home, kali esa username. U username, men o'sha kalini ochayotgan paytda kali username bo'lib kelgan menga. Xo'p, ikkinchi ishlatadigan buyrug'imiz mkdir, ya'ni papka yaratish. Shu yerda hozir mana shu ko'rinib turayotgan papkalarni oldida yana bitta papka hozir ochamiz terminal orqali. Terminal orqali ochamiz. Bo'lmasa ketdik. mkdir deb yozamiz mana. Ko'rdinglarmi? O'z rangi ham o'zgarib qoladi. To'g'ri yozsanglar. Enter probel tashlaymiz va papka nomini, misol uchun papka nomiga birinchi deb yozaylik. Birinchi deb enter tashlaymiz. Bo'ldi, mana xatolik chiqmadi, demak biz to'g'ri ochdik papkani. ls tashlaymiz. Mana ko'rdinglarmi? Birinchi o'rinda chiqib oldi o'zi ham. Mana birinchi o'rinda chiqib oldi. Xo'p, endi qiladigan o'rganadigan narsamiz xo'p, cd, ya'ni change direction deydi, ya'ni kirish, bir papkani ichiga kirish muhitda ham kelgan. Xo'p, buning uchun biz kiradigan papkamiz cd bo'lsin. Xo'p, desktopga kira olaylik. Desktop yaxshi narsada. Ko'rasizlar nimada bor ekan. Mana desktop. To'ppa to'g'ri yozildi, rangi ham chotki. Desktop. Enter tashlaymiz. Mana biz hozir kali, ya'ni kalining ichida mana desktop papkasining ichida turibmiz. Agar sizlarga ham shunday kerak bo'lsa, yo'q, kerak bo'lmay kirsa, mana shunday chiqsa, demak to'g'ri kirgansizlar. Tushundinglarmi? To'g'ri kirgansizlar. Desktop papkasi ichida hozir turibmiz o'zimiz. Desktop papka emas, bu desktop qayerda desanglar, mana desktop. Mana shu yer hozir mana shu oyna desktop hisoblanadi. Bu yerda menda desktopda hech narsa ochib bo'lmaydi. Sababi men desktoplarimda ishlamaydi, balkim ishlashi mumkin. Xo'p, sizlar bilan buni ko'ramiz.
To'lib ketdi oynamiz. Buni tozalash uchun biz ishlatadigan yana bitta foydali narsamiz clear. Clear. Uje men yozishim. Agar sizlar erinchoq bo'lsanglar, mana clear desanglar, tapni bosinglar, bu yerda ko'p narsa chiqarib oladi. Mana aytyapti clean change yoki clean change bo'lamanda bor. Shuning uchun bu chiqyapti. Agar yana chiqmay qolsa, mana davom ettiraveramiz. Tab. Mana endi ko'rdinglarmi? Clear. Dan keyin yana papka yo'qligi uchun menga kirib tozalash berdi buyrug'ini. Tozaladik biz. Xo'p, fayl ochamiz. Desktopda turibmiz. Qani sizlar bilan bitta fayl ochib ko'ramiz. Desktopda ishlar ekanmi? Touch. Mana touch deymiz, bu fayl ochishi. Fayl nomi birinchi deylik. Papka ham bir xil bo'ladi. Fayl nomi test 1 deylik. Test deb qo'yaylik. Test uchun. Xo'p. Test enter. Va bizga xatolik chiqmadi, menimcha yaratildi. Hozir ko'raylikchi desktopda. Yo'q, bu yerda yo'q. Xo'p. Hozir. Chunki menda ochmaydi-da, desktopda uncha yaxshi ishlamaydi. Desktopda ko'p ishlatmayman-da men. Shuning uchun ochmaydi. Xo'p, biz uni hozir 1 minut uni birinchi ochgan papkamizni ichiga ochib olamiz. Qani? cd birinchi papkasi mana birinchida turibmiz hozir. Mana ko'ringlarmi? Birinchida turibmiz. Endi qanday buni ichiga fayl ochamiz? Yana yozamiz touch. Xo'p, test deymiz. Tak, bosamiz. Ketdi. Mana qanday ko'rishimizni bilamiz o'zim. ls buyrug'i orqali buni ichidagi ma'lumotlarni ko'ramiz. Mana ko'ringlarmi? Test chiqdi. Ya'ni test fayli ochildi bizda. Bor. Uni qanday ko'ramiz? Yana fayl sistemga kiramiz. Mana bitta fayl sistem bor. Mana birinchi degan papkamiz ichiga kirsak, mana test turibdi. Ko'rdinglarmi? Test turibdi. Buni vaqtinchalik yopib qo'yamiz. Bizga kerak bo'ladi. Keyin agar buni ichini ko'rmoqchi bo'lsak, o'sha test faylimiz ichini ko'rmoqchi bo'lsak, ya'ni o'qimoqchi bo'lsak, nima ichida borligini ko'rmoqchi bo'lsak, cat deb yozamiz. Cat tst mana test enter. Hech narsa yo'q. Xo'p, endi uni ichiga narsa yozamiz. Qaranglar, narsa yozish uchun echo bor, echo degani narsa yozish. Ikkita qo'shtirnoq ochib olasizlar. Salom deb yozamiz. Salom. Salom deb yozganimizdan keyin mana bunaqa narsa qo'yib olamiz. Mana stelkacha. Shunaqa narsa qo'yib olganimizdan keyin, ya'ni faylimizni ko'rsatib olamiz. Ya'ni mana bu fayl, qaysi fayl nomi yozsin? Mana shu faylimizga. Demak, bitta probel tashab tst ketdi. Endi yana cat tst mana. Okey, mana salom chiqdi. Chotki, biz xatolikka uchramadik. Agar sizlarda mana bu qora oynamizni oldida mana bu yerda xatolik chiqsa, demak sizlar noto'g'ri yozgansizlar yo buyrug'ingiz noto'g'ri. Xo'p, endi qiladigan ishimiz. Buni ichidagi mana bu salomni o'zgartiramiz. Qani, salomni qanday o'zgartiramiz? Yana yozamiz echo ikkita o'shanaqasi. Xo'p, bu yerda mana to'g'ri kelmaydi. Xo'p. Hello deylik. Hello. Yana o'shanaqa narsa ochib olamiz. Va qayerda? tst. Ya'ni tst da ochib olamiz. Ketdi. Yana cat qilib ko'ramiz. Cat tst. Lekin bizda salom yo'qoldi-yu, hello chiqib qoldi. Xo'p, endi bu holatda biz nima qilishimiz kerak? Xo'p, bu holatda qilishimiz kerakki, hozir hello turgan bo'lsa, hozir salomni ham uni oldiga qo'shib qo'yamiz. Salom deymizda. Xo'p, bunaqa qo'yib olamiz. Yana bitta shunga qo'yib olamiz. Ya'ni ikkita qo'yib olamiz. Mana shundan ikkita qo'yib olib tst deymiz. Bizda yana xatolik yo'q. Cat qilib yana tst faylini o'qib ko'ramiz. Va chotki salom hello bilan salom bizga qo'shildi. Chotki zo'r. Xo'p, davom etamiz. Endi buni biz ya'ni nima deydi? Nomini, mana tstni kengaytmasini o'zgartiramiz. Kengaytma bo'ladi. Kengaytmani bilmaydiganlar uchun
kengaytma, ya'ni tzt.py, tzt.text va hokazo. Xo'p, buni biz qanday ochamiz? Buni ochish uchun biz birinchi o'rinda qiladigan ishimiz mv buyrug'ini olamiz. mv yozganimizdan keyin tst uzr, xato yozdim. tst nimaga o'zgartirmoqchimiz? Nimaga o'zgartirmoqchi bo'lsak, o'shanga yozamiz. Qani Java, mayli Python bo'lsin. tst Python nuqta py ga o'zgartirmoqchimiz. Bizda yana xatolik yo'q. Xo'p, endi qarasak, ls tashab ko'rsak, bizda python ikkita xato yozib yuboribman. python.py ko'rindi. Endi bu biz ishonch hosil qilishimiz uchun fayl sistemdan ham ko'ramiz. Mana, bizning text faylimiz yo'qoldi. Uni o'rniga py.py ochib qo'yildi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz mana shuncha hozircha o'rgandik. Xo'p, endi qiladigan ishimiz biz papkani ichiga papka ochib olamiz. Ya'ni papkani ichida yana papka ochib olamiz. Xo'p, buning uchun avval qilgan ishimizdek mkdir dan foydalanamiz. mkdir dan foydalanib birinchi ochuvdik, demak yana bitta test papkasini ochib olamiz. Test deb papka ochib olamiz. Endi buni ichiga kirish uchun cd deymiz, yana test deymiz. Ya'ni papkani ichiga ko'r. Mana biz demak birinchini oldidagi test papkasining ichida turibmiz. Xo'p, endi biz ishlayapmiz, boshqa papkaga kirishimiz kerak. Bu yerdan bitta bunday qilib terminal ochmaymiz-ku. Shu yerda ishlayotgan paytimiz terminal ochmaymiz. Buni yopib qo'ying. Xo'p, shunday qilmaymiz-da, biz nima qilamiz? Uni o'rniga nima qilamiz? Xo'p, uni o'rniga biz bu papkadan chiqib, birinchi papkadan chiqib, bu yerda hozir yana chiqish uchun cd yozamiz. Ya'ni o'sha cd'miz probel tashab ikkita nuqta bir test papkasidan chiqib olamiz birinchi. Mana ko'rganlaringdek biz test papkasini ichidan chiqib oldik va biz hozir birinchini ichida turibmiz. Ko'rganlaringdek. Xo'p, agar buni ichidan to'xtinglar. Test deymiz. Agarda sizlar mana ko'ryapsizlarmi, o'zgaryapti. Nima ishlatganlarimiz. Oxirgini ko'rsanglar, o'ng tomonda tepa past, o'ng chapda bo'ladi. Tepa pastga knopkasini bosib olsanglar, oxirgi ishlatgan narsalar mana chiqib oladi. Xo'p, mana shular chiqib o'tiradi. Bu tcd testga kiramiz. Xo'p, bu ikkitasi, buni ichida yana bitta papka ochib olamiz. Papka ochishimiz uchun yana o'sha mkdir dan foydalanamiz. tst1 ochdik. cd tst1 enter kirib oldik. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi qiladigan ishimiz bularni har biridan chiqamiz. cd yozamiz. Ikkita nuqta, ya'ni kalini o'ziga kelib olamiz. Ya'ni mana bu yerda kaliga kirib olamiz. Home ga o'tamiz deya, home ga o'tsa to'g'ri bo'ladi. Home ga o'tamiz. Mana bu papkalardan chiqib ketamiz hammasi, uchalasidan ham. Xo'p, cd slash qo'yamiz. Ikkita nuqta, yana bitta slash. Qaranglar, ikkita bo'ldi. Ya'ni testdan o'sha chiqdik biz. Yana ikkita nuqta va slash orqali yopib enter bosamiz va biz kaliga, home kaliga o'tib oldik. Xo'p do'stlar, endi qiladigan ishimiz yana buni sizlarga oddiygina nimasini o'rgataman. Xo'p, nima dedi? Oson. Mana sanab o'tirmaysizlar, mana bitta, ikkita, uchta deb mana buni sanab o'tirmaysizlar. Sizga oson usulini o'rgataman. cd deb har biriga kirib olamiz. Birinchiga cd buning bor uzr. tst ko'ringlarmi? O'sha yerda bu mana tabni bossak, bizga ikkita chiqarish kerak. Ya'ni tst1, tst2. tst1 ga kirib olamiz. Xo'p, endi uzr. tst1 edi. Papkamizning nomi tst1 edi. Xo'p, unga ham kirib oldik va bizni qiladigan ishimiz nima ekan akalar? Xo'p, endi buni birdaniga chiqish uchun cd deymiz. Bo'ldi. cd desak, tak. Bizni chiqib ketdi. Ko'rganlaringda home'da turibmiz. Yana bitta chotki nimani o'rgataman? Mana
nima edi, komandani o'rgataman. Bu komanda oxirgi ishlatgan narsalarimiz, oxirgi ya'ni mana shu ishlatgan mkdir, test bu balobata ls shularni ya'ni qilgan ishimiz. Hozir mana ularga e'tibor bermanglar, chunki men shunaqa fayllar ishlatganman, shuning uchun chiqaryapti. Bularga e'tibor bermanglar. Xo'p, endi nima qilamiz dedik? Ya'ni bu ishlatgan narsalarimizni ko'ramiz. Ya'ni nima ishlatdik biz? History, ya'ni historyni agar xato yozibman. Historyni agar browser telefonim ulanib olgan, telefonim shunday bo'lyapti. Xo'p, history deb yozamiz. Ya'ni historyni agar tarjima qilsak, history tarix degani. Xo'p, historyni tanladik va enter. Men ishlatganlarim 412 ta komanda ishlatgan ekanman. Xo'p. Endi sizlar bilan ishlatgan tepaga ketdik. Bu boshqa, bu boshqa, bu ham boshqa. Ha, mana sizlar bilan ishlatganimiz mana ls dan foydalandik biz. Mana shu yerdan boshladik, desktopga kirdik, clear bosdik. Mana короче, mana shu yoqqacha. Mana shu yergacha. Xo'p. Mana ko'rganlaringdek, mana shular hozircha darslarni kech chiqqani uchun ming bor uzr, chunki ishlar bilan band bo'lganman. Darslar davom etmoqda hali ham. Bizning xizmatlarimizdan albatta foydalaning, kanalni full aktiv kuzating. Shu bilan darsni tugallaymiz va oxirgi bitta clearcha berib olaylik. Shunga tak mana. Bitta clear va ishni yakunlaymiz akalar. Sog' salomat bo'linglar. Yana darslar chiqadi. Hamma full aktiv. Do'stlarga tashab qo'yamiz linkni. Aktivlikni oshiraversanglar, bundanda chiroyli va cho'tka darslar chiqadi. Xo'p, bizlar xizmatimizdan foydalaninglar. Muammolar bo'lsa, mana anavi bor. O'shanga yozasizlar. Muammolar bo'lsa, ya'ni lichkamga yozasizlar. Kanalni biosida bor, o'sha yerdan olib yozasizlar. Sizlarga qo'ldan kelguncha yordam beraman akalar. Hammalaringga rahmat va kattakon rahmat. Kanalni full aktiv kuzatamiz. Sog' salomat bo'linglar. Ertalab video tushadi kanalga. Salomat bo'linglar.